Bu opa ijodda yo'ryaptilar-u, marhamat bitta ish deyiladi. Bir kun yana urushdi. Yoqmay pishirgan oshim lagan bilan bir soldi. Yorilay dedi boshim. 20 yil yashadim chidab kaltaklariga. Shu safar jondan o'tdi. Qo'l siltadim barga. Qaror qildim ketaman. Huvillasin xonasi. Erim aytar ketmagin, pul beraman onasi. Pul daragini eshitib, qizim tushdi yodimga. Ko'ylak olib bering deb tegayotgandi jonimga. Shu zahoti jim bo'ldim. Urushdim, na talashdim. Qizginamga ko'ylak deb erginam bilan yarashdim. Qizim ko'ylagini ko'rib po'ng'illadi o'g'lim ham. Sizgina menga ham kerak edi poyabzal. Dedim, sabr qil bolam, hali boyib qolamiz. Yana bir kaltak yesam senga to'play olamiz. Kutar edim yana bir ko'tarishini qo'lini, axir endi topgandim pul ishlashni yo'lini. Aytardim bir kamimni ko'paytirib 4 taga, ba'zan gaplarini ham qaytarardim 4 taga. Urushdan hech darak yo'q. Sinmadi qo'l belim ham. Puli ketib insofga kirib qopti erim ham. Urmaydi, hech so'kmaydi. Nima jinlar uribdi? O'g'lim hali ham eski, tuflisida yuribdi. Voy! Gulda yopilda bo'lsa, ajab erkak xayoli, ularda ham bolam der odamzotning ayoli. Rahmat.